Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kuzatuvchilar. Mana paltarashka divonimizni o'rnatish jarayoni. Karkaslarni ko'rishingiz mumkin. Ichlari ham hammasi mustahkam qotirilgan. Qo'shilishlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bemalol tayinlarni qo'shilishlari juda ham ideal bo'lgan. Qotirilishlarni bo'lki egalariga yaponiya bo'lgan. Shunday boshlarni ham chiroyli qilib berdik. Xo'p do'stlar, mana tegidagi displeyni ham soldik. Hozir endi matrasimiz solgan holatini ko'rsatamiz. Xo'p do'stlar, mana matraslarimizni ham soldik. Ham o'zay ko'rinishda bo'ldi. Klientimizda mana oyog'ini shunaqangi past bo'lsin deyishganda pastgina qilib berdi. Hop. Battali o'tirib netganda odamni oyog'iga nishat qilmaydigan bo'ladi. Bemalol o'tirib maqsad bo'laveradi. Ko'rib turganmiz. Zakazlar bo'lsa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mebelix Time'ga 91 141 11 20 97 305 11 20 ga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.